Hi everyone, welcome to Grammar Ladder program, and today we will learn articles. Yaxshimisilar savdoshlar, bugun bizning o'rganmoqchi bo'lganimiz ingliz tilidagi so'z turkumi article. Ya'ni article odatda uyg'ur tilida yo'q so'z turkumi bo'lib, odatda ingliz tilida nihoyat ko'p ishlatiladi. Artikellar odatda o'z oldiga mustaqil ishlatilmaydi, ham jumla bo'lib bo'linmaydi. U faqat ism ham ismni aniqlab kelgan sifat hem sifatlar sanaldığı kelib, adet cümlede ma'na ifade yordam berdi. Okay, first, let's talk about articles. Biz adetda artikellarni ikki bo'limizda, aniq article and aniqsiz article deb. Ular aniq article qaysi so'z taraf bo'ldi? The. And aniqsiz article cho an. Aniqsiz article ikki xil, an. Okay, first, let's talk about use of an. Ondan sonra birinci olup an. İki sözünün işletici to'g'risida bir to'xtalib o'taylik. Endi an shklisi odatda bir degan ma'noni bildiradi bizga. Avval biz ni ko'rib boqaylik. Let's have a look. Buni mazdir dedik. Masalan, ma'nosi bir deb tushunaman. Ondan sonra odatda ni qanday ishlatamiz? Buni biz misollardan tushunib boqaylik. Birinchisi odatda ni so'z beshi, ya'ni bizga berilgan so'zlarning tunji harfi uzuk tovush ohangi bilan talaffuz qilingan so'zlarning oldida ishlatamiz. Nima ekan? Bizga bergan tunji harf, masalan, so'zning tunji harfi uzuk tovush bo'lib qolsa, oldiga olamiz demakchi. Masalan, let's have a look. For example, a pen, a book, a car, a cat, a man, a boy, a television, a new hat, a hot day. Demekçi, mesela bir qator ismlar berildi. Pen, adı pen, qalem nama, tunji harfi nima ekan? Uzuk tovush nama, uzuk tovush hangi berilgan so'zlarga biz ni olib qo'shnago. Shunqanda a pen. Endi ikkinchi so'z, a book. Bu menaqanda kitob. Birinchi harfi b. Bizning so'zib o'qilgan tovush b. Ya'ni uzuk tovush bo'lgani uchun oldiga a car. Bu qanday? Bu so'z uzuk tovush ekan, biz olamiz. A cat. Bir mushuk. Cat. Tunji harfi nima? Uzuk tovush. A man. Bir er kishi. Endi buning tunji harfi m, ya'ni uzuk tovush bo'lganligi uchun ilindi. A boy. Bir o'g'il bola. Bu bizning qoidaga uyg'un tunji harfi uzuk tovush ohangi. A television. Bir televizor nima? Bu qanday yana uzuk tovush. Shunga ilindi. Endi sifat bilan qanday ishlatamiz? Buni ko'rib qo'yaylik. Masalan, a hat. Bir bosh kiyimi yo bo'lmasa shlapa nima? Ana buncho a new hat sekcho bir yangi bosh kiyimi. A hot day. A hot day. Burun a day dedik bir kun. Endi cho a hot day bir issiq kun. Ondan sonra bir cümle tuzib qo'yaylik so'zlarga. That is a new hat. That is a new hat. Avu bo'lsana bir yangi shlapa. It is a cat. U bo'lsa bir mushuk. This is a car. Bu bo'lsa bir mashina. Endi biz ning ishlatishga qarab boqaylik. Endi qanday ishlatiladi? Söz beshi, ya'ni bizga berilgan so'zning tunji harfi odatda so'zlash ohangi bilan talaffuz qilinsa, bu so'zning oldiga biz ni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ma'nosi bir, ya'ni o'xshash. Avval biz 26 taraf o'rgangandan keyin biz bir 5 so'zlashni ayirib olganmiz nima? Jami so'zlash 5 to'g'ri. Ondan sonra bu so'zlashni bir ko'rib boqaylik. Birinchisi ikkinchisi uchinchisi beşincisi you. Beş so'zni bir tekrar boqaylik. You. Mushu besh so'zdoshning oldiga kelgan bo'lganda biz ni qo'ysak bo'ldi. First, egg. Egg deganimiz nima? Tuxum nima? Buningda biz oldiga nima qo'yamiz? Chunki bu so'zning tunji harfi nima ekan? Biz ayırgan 5 so'zdoshning birisi nima? An egg. Ikkinchisida an apple.
An apple. Bir olma. Bu yerda mesela apple'ning tunji harfi nima? A, ya'ni so'zli tovush, shunga oldiga an oldik. An orange. An orange. Bu yerga mana orange. Aplesin birinchi harfi nima? So'zli tovush. Shunga an oldik. An eraser. An eraser. Eraser degimiz o'chirgich, ya'ni bu so'zning yanında tunji harfi I degan so'zli tovushgina, shunga an oldik. An umbrella. An umbrella. Bir kunlik. Bu so'zning tunji harfi U. An. Shunga an umbrella. Endi buni yana ismlar bilan birlashtirib boqaylik. An English book. An English book. Bir ingliz tili kitob. An old man. An old man. Bir yashangan kishi. Let's make a sentences. First, this is an eraser. This is an eraser. Bu bo'lsa bir o'chirgich. This is an eraser demekçi. Ikkinchisi qaraylik. That is an old man. That is an old man. Avu bo'lsa bir yashangan odam. It is an English book. It is an English book. U bo'lsa bir ingliz tili kitob. Endi misol biz 5 so'zli tovushga asosan n ishlatib boqdik. Bundan boshqa yana odatda so'z beshi uzuk tovush bilan boshlangan. Lekin endi so'zli tovush ahang bilan talaffuz qilgan so'zlar bor. Ana bunday so'zlar uchun yana o'xshashlar biz n ishlatamiz. Masalan ko'rib boqaylik. Hour. Hour. Masalan bizning soatni bildiradigan bir so'zimiz bor, ama hour. Bu cho gerçi tunji harfi h. Uzuk tovush bo'lsa-mu, lekin odat talaffuz cho bu ilinmaydi. Bevas qanday hour. Bunda o'qilg'ichqa bunda n oldiga. An hour. Ikkinchisi honest. Honest. Bizning samimiy degan bir so'zimiz bor, ama honest. Yani bu so'zni yana o'xshash birinchi harfi h uzuk tovush, lekin cho talaffuz qilinmaydi, ama ahang cho bizningki so'zli tovush bo'ladi-ku. Shunga an honest. Uchinchisi hamda honorable. Bu yerga mesela sharaflik deb bir so'zimiz bor. Honorable. Bu meni o'xshashlar h degan uzuk tovushdan kelgan, lekin talaffuz qilinmaganligi uchun cho biz so'zli tovush ahang talaffuz qilgachqa oldiga an ni qo'yib qo'yamiz. An honorable. Bir sharaflik. Ondan sonra shunga bir misol ko'rsatib boqaylik. Buni qarab qolinglar. An hour ago, an honest man accepted an honorable task. Bir soat ilgari bir samimiy odam bir nat sharaflik vazifani topshirib oldi. Qabul qildi demakchi. Endi biz 5 so'z tovushidagi u qarab boqaylik. Endi u tovushi biz so'z tovushlar ardiq, lekin sal alayda. Endi u bilan boshlangan so'zlar odatda n qo'yib qo'ysak bo'lgan so'zlar. Lekin mau qisman ahvolda biz yana a olamiz. Masalan, u harfi uzuk tovush ohangida o'qilsa demakchi. Uzuk tovush ohangida talaffuz qilinsa, biz a qo'yib qo'yamiz oldiga. Masalan, university. University. Bu yerdagi hamda dastlabki tunji harfi u. Lekin cho hamda university. Talaffuz ham uzuk tovushga moyil chiqadi-da. Shunga a university. A university. Yana birisi. Uniform. Uniform. A uniform. Bu yerga nima qanday? U bilan kelgan bilan, lekin cho talaffuzda uzuk tovush ham beryapti. Nima? Uniform. A uniform. Okay, number 3. Useful book. Useful book. Bu yerga useful, masalan, foydali, kerakli, ishlatishchan, qo'llanishchan deymiz-ku. Useful book. A useful book. Buning yana tunji harfi u so'z tovush bo'lgan bilan ham talaffuzda uzuk tovush moyil chiqadi-da. Shunga a useful book. And number 4. European. European. Bir Yevropalik demekçi hozir. European. Buncho masalan bizning so'z tovushdan boshlandi, lekin cho talaffuzda u
bizniki uzun tovush ahangi beryapti-da. A European. Bir Yevropalik. Okay, ondan sonra bu misal qarab bakayla. I want a uniform. I want a uniform. Bana bir forma kerak. Forma lazım demekçi. It is a useful book. It is a useful book. U bo'lsa bir foydali kitob. Okay. Endi AN'ning bizning sınavdan boshqa yana ishlatish o'rnini ko'rib bakayla. Yani AN adet yani biz ma'lum son miqdorlarni ifade etishni ishlatamiz. Masalan, a lot of, nurg'ulg'an, a pair of, bu meni nima? Bir juft demakchi. Hamda a number of, nurg'ulg'an, ko'p. A great deal of, bu meni qanday? Nayt ko'p, nurg'ulg'an, jiq demakchi. Hamda sallag'cho a hundred, yuzligan demakchi. A thousand, minglagan. Demakchi ikki sonini ko'rib baqdiq, yuzligan, minglagan. Ondan sonra sağdaşlar tövənik sözlərini görüb, bununla mesela özümüz hazır qabul qilgan mazmun ichida bir to'ldirib baqayla. Mesela an asas bizning so'zligimiz an ishlatilishi o. Ondan sonra bu misollarni bir amaliyotdan o'tkazib baqayla. Ondan sonra sağdaşlar tövənik sözlərə biz an qanday ishlatamiz bir ko'rib baqayla. Bu bizning amaliy mashqimiz hisoblanadi. Ondan sonra so'zlik qaranglar. Okay, first book. Kitap degan so'zni oldin nima bilamiz? A book. Bir kitob, nima? Bu so'zning tunji harfi o'zi tosh bo'lg'achqa biz a book. Number 2, apple. Apple degan nima? Apple olma, nima? An apple. Number 3, orange. Apelsin. An orange. Number 4, uncle. Taga. An uncle. Bucho bir taga nama. Number 5, eraser. O'chirgich. Buncho an eraser. Number 6, teacher. A teacher. Bir o'qituvchi. Number 7, hour, saat demekçi. An hour, bir nima saat. A French book. Yani miyerikisi ismi bilan qilib keldi. French book. Fransuzlik kitob nomi. Buning uchun a French book. Okay, number 9, good teacher. Yaxshi o'qituvchi. Yani buni qaysini qo'yamiz? A good teacher, bir yaxshi o'qituvchi. Nima? Number 10, idea. An idea. Number 11, a good idea. Bir yaxshi fikr. Number 12, an old book. Old book deganimiz bir koni kitob nima? Buni oluvchi an old book. Number 13, math book. Matematik kitob. Buni oluvchi a math book. Bir matematik kitob. Number 14, new book. Yangi kitob. Nima? Bucho a new book. Bir yangi kitob. Okay, that's all for you today, and thanks for your watching. See you next time.